Assalamu alaykum hörmətli savaqdaşlar. Tayyibə dərsxanamıza xoş gəldinizlər. Biz bugün balağat dərsimizin 16-cı dərsini oxuyumuz. Biz ilgirki saatlik dərsimizdə ilmul bayanninki temaları haqqında toxtalğan. Şundaqla biz ilmul bayan temasını tügətgən. Əmdə biz bugünkü dərsimizdə ilmul badi haqqında toxtalımız. Biz dərsimizin 5 dəb ötkəndək balağat ilminin 3 çoğun teması var. Birisi ilmul maani, İkincisi ilmul bayan, üçüncüsü ilmul badi' degeydik. Şundaqla her birini ayrım düşündürgen. Endi biz bu üç temini kıskıça bir eslep ölsek, ilmul maani degenimiz bir sözünü muqtadayil halga, yani urunga, makamga mas halet qilish. Uzunni talab qilsa uzun, qisqini talab qilsa qisqa, iniq akilishni talab qilsa iniq, nakira akilishni talab qilsa nakira, taşlaşını talep kılsa taşlap, taşlamaslıqni, sözləşini talep kılsa sözləb əkiliş, bunun buldu ilmul maaninin temisi buludu. Əmdi biz bunu bilib boğandan keyin şu məqsad qılğan bir xil gəpni neçə xil yollan ifadələşini ögütüdüğən pənni bizim deyimiz ilmul bayan deyimiz. Ya təşbih ilə, ya kinayə ilə, ya mecaz ilə. Şundaq o. Əmdi üçüncüsü bu gəp urunğu mas bulab boldu. Onundan keyin biz onu xalaqan bir xil yollan ifadalab bolduq. Ilmul bayanni işiltib. Onundan keyin sözünü qanday qilamiz? Güzelleştirimiz. Demek ilmul badiatda gapni, yani kalamni güzelleştirishni sözleydi. Deydi Bismillahirrahmanirrahim. Ilmul badi' huwa ilmun yu'rafu bihi wujuhu tahsinil kalam ba'dal mutabaqati ve vuduhid dalale. Ilmul badi' o bir ilim bilinadi, o ilim bilen cümleni güzelleştiriş yolları ba'dal mutabaqa. Mas gap bolgandan keyin nimaga? Maqamga. Maqamga munosib bolgandan keyin va vuduhud dalala va ifadesi, yani dalaleti roşan bolgandan keyin cümleni güzelleştirish yolları onun bilen bilinadigan ilim. Demek qaysi xil yol bilen cümleni güzelleştirimiz? Bunu biz ilmul badi'da ögünümüz. Unda bolsa biz dersimizi kireyli. Endi ilmul badi'ninki, yani cümleni güzelleştirişninki manda iki xil yolu var. Birisi el-muhassarat lafziye deyimiz, lafzi cihetde güzelleştiriş. Mana cihetine emas, lafzi cihette adaqilish güzelleştiriş. İkincisi muhassanat el-ma'naviyye, mana cihetde güzelleştiriş. İki xil cihetini güzelleştiriş ile barımız. Bu muhassanat-ı lafziyada nemi sözlünüdü degende? Birinciden cinas sözlünüdü, ikinciden saci'i, üçüncüden iqtibas sözlünüdü. Bunun her biriyle biz tefsili dönüşüp çıkımız. Endi el-muhassanat-ı ma'naviyada nemi sözlünüdü degende? Birinciden tevriye sözlünüdü, ikinciden tibaq sözlünüdü, üçüncüden mukabele sözlünüdü, dördüncüden husn-ı ta'alil sözlünüdü, beşinciden ta'kid-ül medhi bima yushbihu zemmi ve aksihi sözlünüdü, altıncıdan uslubul hakim sözlünüdü. Endi bunun başqaları mı var? Biz bu yerda muhimlerini, köp işletilganlarını sözleşilen kupayilimiz. Onda olsa bizning birincisi olgan lafzi jihatdan qanday qilish, güzelleştirish haqida to'xtalamiz. Bundan faqat biz uchni so'zlaymiz. Birincisi qaysi? Cinas. Cinas. Bu cinas degan nima desanglar? Cinas degan biz oldidan kitob qarashni ilgari tushuntirib o'tsak, cinas deganimiz o'xshash bir lafzi. Lafzi qanday? O'xshash, ammo ma'nosi qanday? O'xshamaydi. Demak, biz bir gapga ikki xil lafzi ishlatib, ammo ikkisining ma'nosi ikki xil. Mundaq bir jumla qurganligimiz bu bizningki jumlani qanday qilganligimiz bo'ldi, go'zallashtirganligimiz bo'ldi. Shunga birinchidan jinas, bu nima jinas degan? Va yatashabahal lafzan fil nutqi va yaxtalafa fil ma'na. O ikki lafzininki o'qishda o'xshi, ma'nida o'xshamasligi. Ya'ni lafzi o'xshash, ma'nosi qanday qilmaydi? O'xshamaydi. Masalan, Alloh taolaninki taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'a. Taqumus sa'a, qiyomat turudi, ya'ni qiyomat qopidi. Yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'a. Endi u mujrimlar azroq qanday qilmaydi? To'maydi. Qarab baqadigan bo'lsanglar, yuqsimunun ma'nosida Qur'on Karim qarab baqinglar. Men buni to'liq tarjima qilishda hozir Qur'on Karimga qaramag'achqa muqim bekitmadim. Ama bizning bu yerga maqsad nima degan chog'imizda taqumus saatu
G'ayri sa'a ikkisi qanda labziy jihatdan o'xshash so'z. Ammo ma'nosi o'xshamdi deganda ma'nosi o'xshamaydi. Birinchisining ma'nosi qiyomat degan ma'nosi va ikkinchisining ma'nosi vaqt degan ma'nosi va. Vaqt degan ma'nosi va. Demak, mana shundaq labzi o'xshash, ma'nosi o'xshamaydigan so'zni ishlatish bir jumlada bu jumlani go'zallashtirishning bir xil yo'li. Endi biz bu jinosni ikkiga ayiramiz. Va huwa naw'an. Birinchisi tam. Tam deganimiz nima desa, ikki labzi bir-biriga to'liq o'xshaydi. Harf jihatda, zirlik jihatda, harfning tartibi jihatda to'liq o'xshaydi. Deydi tam deganimiz va huwa muttafaqa fihi al-lafzan fi umurin arba'a. Jinos tam deganimiz ikki labzi 4 ishda ittifoq kelgani. O harfning turlari, ya'ni ayn ishlatilgan bo'lsa, ayn, sin ishlatilgan bo'lsa, sin ve şekluha ve zver ziri ve adeduha ve tertibi ve saniye tut harflik olsa derp, üç harf ve tertibuha ve tertibi. Hem cihetten kadar olsa, okşaş olsa. Mesela taqumu saat yuqsimul mujrimuna ma labithu gayra sa'a. Qarasana, sa'a degan bu sözge ikincisi gayra sa'a hem bir okşaş. Birinciden harfninki türümü okşaş, şekli zver zirimi okşaş, sanımı o'xshash va tartibimicha o'xshash. Bunun bo'ladi jinos tam bo'ladi. Ikkinchisi g'ayri tam. G'ayri tam. G'ayri tam degan nima deganda, g'ayri tam deganimiz va huwa maxtalafa fihi al-lafzan fi wahidin min al-umur al-mutaqaddima. O ikki labzi uningda yuqorqi 4 ishning birida o'xshash bo'lmagani. 3 ta o'xshash, birida o'xshash emas. Qaysi bo'lsin? Masalan, Alloh taolaninki أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. Bu ayeti kerimdeki taqhar qaranglar, tanhar qaranglar. Faqat birlam harf qanday qilmaydi, nav' tur jihatda o'xshamaydi. Ta'dan keyin kelgan birinchi oyatdagi qop, ikkinchi oyatdagi nima? Nun. Taqhar, tanhar. Ammo bu nima kiradi? Jinos kiradi, g'ayri tam. Demak, yetimlarga qahr qilma va saillarni silkime degan bu oyatdagi ikki so'zdan nima jinos va ammo g'ayri tam. Demak, unda bo'lsa vaqtlar sizlar jinosning nima ekanligini tushundinglar. Tuanda kunukmi berilgan, buni sizlar ishlaysizlar. Masalan, fi kulli misalin min al-amthilati al-atiya jinasun tam fabayyin mawdi'ahu deydi. Tuandagi misollarning har bir misolda jinos tam va uning o'rnini bayon qiling deydi. Masalan, ularning so'zi ir'il jara walau jar deydi. Xo'shnanga rioya qil walau jar. Zolim bo'lsinmi, zo'migar bo'lsinmi deydi. Qaranglar. Birinchi jar qo'shna degan ma'noda, ikkinchi jar zolim degan ma'noda. Qarab baqadigan bo'lsak, buningda jimmi o'xshash o'rinda, alifmi o'xshash, ram o'xshash. Buni bo'ldi jinosdan bo'ladi. Shuni o'xshash bayon qilasizlar. Amma mawdi'uhu deganiga jarni yazsanglar bo'ladi. İkincisi fadarihim ma dumta fi darihim va ardihim ma dumta fi ardihim deydi. Qaranglar. Birincisi men tarjimasi qilib beraman. Fadarihim degan gap, ularga yaxshi muomala qil, madumta fi darihim, ularninki uyda bo'lsang. Madamiki ularning uyda bo'ldi ekansa, ularga yaxshi muomala qil va ularni rozi qil, madamiki ularninki ziminda bo'lsang. Buni tushunib olinglar qachon. Qolgani shuni qo'shib ishlaysizlar, bu sizlarga topshiriq. G'ayri tamdan misol berildi, bu sizlarga topshiriq. Endi ikkinchi temisi, ya'ni bizningki muhassanat lafzining ikkinchi temisi bo'lgan saj'a haqida to'xtalamiz. Saj'a nima desanglar, saj'i deganimiz bu bizning uyg'ur tilimizdagi qofiya deganga o'xshaydi. Qofiya. Ya'ni oxirgi harf o'xshash har bir jumlaniki. Masalan, deydi: "Va tawafuqul fasilatayn nasran fil harf al-akhir." U nasr jihatda oxirgi harfda ikki bo'g'imning o'xshash bo'lishi, mas kelishi. Masalan, al-insan shira masa الإنسان بأدابه لا بزيه وثيابه. قرأنا الإنسان بأدابه لا بزيه وثيابه. بأدابه لن وثيابه ننك نمس أخشاش قابياسي، يعني أن آخر حرف ننك أخشاش. هي إنسان أدب أخلاق ولن إنسان وننك كرنشي وكيمي ولن أمس فرمسي وكيمي ولن أمس. مثلا رسول الله نصوصي قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. Qarasanglar hammasi qafiyasini o'xshash.
Allohninki qazosi ado qilishga eng haqliq, Allohning sharti eng mustahkam vala azod qilgan odamga. Demak, buningdagi lafziy jihatdan qaraydigan bo'lsak, ahaq, awthaq, innamal vala'u liman a'taq. Bizning duolarimiz ko'p uchraydi. Masalan, Allohumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' va min qalbin la takhsha' va min qalbin la yanfa'. Hammasini bu buni nima saj'a deymiz. Bu muhassinatul lafziyyaning qatoridan. Ya'ni lafzini güzellashtiradigan bir xil uslub. Üçüncüsü hamda bizningki ma'u muhassinatul lafziyyaningki üçüncü temisi iqtibos. Iqtibos nima desa, üzüp elish degan gap. Ya'ni bir munosib bir o'ringa hadis yoki bir oyatdan shu mazmunga moslashtirib bir mazmunni üzüp elib ishlatishni biz deymiz, iqtibos deymiz. Buni azroq o'zgartirsak bo'ladi deb qaraydi ba'zi olimlar. Qaranglar. Ta'rifuhu iqtibos deganimiz تضمين النثر أو الشعر شيئا من القرآن الكريم أو الحديث الشريف من غير دلالة على أنه منهما ويجوز أن يغير في الأثر المقتبس قليلا deydi. Tadmin degani bu öz içiga elish. Öz içiga elishi nasrning yoki she'rninki bir narsani Qur'on Karimdan yoki hadis sharifdan min g'ayri dalalatin ala annahu minhuma. O öz içiga olgan narsani Qur'on yoki hadisdan deb dalolat qilmasdan. Ya'ni ma Qur'ondan oldim yoki hadisdan oldim deb demasdan, xuddi o'zining gapiga o'xshash Qur'on Karim yoki hadisdan cho nasr yoki she'rni öz içiga oldirish. ويجوز أن يغير في الأثر المقتبس قليلا. O üzüp elingan muqtabasda azroq o'zgarsak-chi bo'ladi. Endi bu balog'at jihatdan bo'ldi demakchi. Buning misoli qaranglar, la taghurrannaka min az-zalamati kasratul juyush wal ansar. Qattiq zo'migar haqida birisi mana dedi. Seni zo'migarninki qo'shunlarining yordamchilarining ko'p bo'lganligisin aldab qo'ymasin. İnnema yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Qaranglar, oyat keyindiki. Xuddi o'zining gapiga moslashtirib bir degandek bilinadi bu. Faqat Alloh taolo ularni qada qildi, kechiktirdi. Masalan, qad kana ma khiftu an yakuna inna ila Allohi raji'una. Qaranglar, raji'una deb oxirga ilib qo'shdi. Qad kana chuqum yuzbadi ma khiftu qo'qqunum an yakuna bo'lishni, ya'ni yuz berishni. Men yuz berishni qo'qqa ishim bo'ldi. Inna ila Allohi raji'una. Qarang, moslashtirib, aslida Qur'ondan qanday qilamiz? Üzüp olamiz. Demak, bizniki muhassinatul lafziyyaga aloqador bo'lgan temalarimiz mushada oyoqlashdi. Bu yerdan oxirida kun berilgan bu sizlarga topshiriq. Masalan, birinchisi ixtara al-ijabata sahiha fi ma yali, to'g'ridagilarning to'g'ri javobini tanlang. Birinchisi تضمين النثر أو الشعر شيئا من القرآن الكريم أو الحديث الشريف من غير دلالة على أنه منهما باختباس يكي سجعمه بس لا كتاب شروق. إشكنجسي في كل مثال من الأمثلة الآتية سجع فبين موضعه. عندك مثلا هر bir misalda سجع ve onun orunu bayan kılandaydı. Muşuna okşaş. Onda bu soğuktaşlar bugünkü dersimiz muşaya ahirlaştı. Kilerlik saatlik dersimizi görüşeyle. Selamun Aleyküm. لو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت